Agar 5 daqiqalik bir amal mashinangizdagi muammoni hech qanday xarajatsiz hal qilishi mumkin bo'lsa-chi? Hech qanday asbob-uskunasiz, ustaxonasiz, shunchaki oddiy bir harakat orqali avtomobilingiz elektronikasini qayta ishga tushirasiz, ogohlantiruvchi chiroqlarni o'chirib yuborasiz va mashina ishlashini go'yo sehr kabi tiklaysiz. Bu imkonsizdek tuyuladi, to'g'rimi? Lekin haqiqat shuki, haydovchilarning 90% ushbu bepul qayta ishga tushirish mavjudligini umuman bilishmaydi. Bu orada esa mexaniklar va dilerlar bu usulni har kuni yashirincha qo'llashadi. Ular sizdan yuzlab yevro oladi. Aslida esa bu ishni o'zingiz garajda bepul qilishingiz mumkin. Chunki siz bilmagan narsa ularning ustaxonasini to'ldiradi va cho'ntagingizni bo'shatadi. Bu usul na mish-mish, na vaqtincha tuzatish emas. Bu haqiqiy jarayon bo'lib, texniklar elektron nosozliklarni o'chirish va mashinalarni asl holatiga qaytarish uchun foydalanishadi. Eng zo'ri shundaki, buni qilish uchun sizga na diagnostika asbobi, na muhandislik diplomi kerak. Oxirigacha qoling, chunki ko'rsatadigan songa qayta sozlash usuli sizni ustaxonaga bormasdan, signal chiroqlarini o'chirib, dvigatel ishlashini tiklashga yordam beradi. Keling, qayta sozlash aslida nima qiladi? Shundan boshlaymiz, chunki bu siz o'ylagandek emas. Qayta sozlash aslida nima qiladi? Endi sizning mashinangiz faqat mexanika va gildiraklardan iborat emas, u gildiraklardagi kompyuterga aylangan. Har bir tizim boshqalar bilan aloqa qiladi. Dvigatel boshqaruv moduli, uzatmalar qutisi boshqaruv moduli, tuv va kuzov boshqaruv moduli, bitim doimiy ravishda bir-biri bilan axborot almashadi, xuddi inson tanasidagi asablar kabi. Lekin vaqt o'tishi bilan kichik xatoliklar, yengil nosozliklar va noto'g'ri sensor oqishlari to'planib boradi. Faqat bitta nosozlik ham dvigatel chirog'ini yoqishi yoki mashinangizni galati ishlashiga sabab bo'lishi mumkin. Hatto hech narsa haqiqatan ham buzilmagan bo'lsa ham. Mana shu yerda qayta sozlash ishga tushadi. Bu sehr emas, bu chalkashlikni yo'qotadigan, noto'g'ri ma'lumotlarni o'chiradigan va mashinangizning boshqaruv tizimini zavod sozlamalariga qaytaradigan qayta ishga tushirishdir. Xuddi ishdan chiqqan telefonni qayta yoqishdek. Ba'zida faqat bitta qayta sozlash hammasini joyiga tushirish uchun yetarli bo'ladi. Endi nima uchun bu ishlashini bilganingizdan so'ng, buni qanday qilib xavfsiz bajarishni ko'rsataman. Akkumulyatorni uzib qayta sozlash. Bu eng eski qayta sozlash usuli va hanuzgacha eng keskin usul hisoblanadi. U deyarli barcha ishlab chiqarilgan mashinalarda ishlaydi. Mana qanday qilish kerak? Dvigatelni o'chiring va kalitni oling. Akkumulyatorning manfiy klemmayni uzing. Keyin tormoz pedalini bosib, uni 30 soniya davomida bosib turing. Bu tizimda qolgan barcha zaxira energiyani chiqarib yuborishga yordam beradi. 15 daqiqa kuting, so'ng akkumulyatorni qayta ulang. Nima bo'ldi endi? Siz mashinangizning uchuvchi xotirasini o'chirib tashladingiz va hamma narsani qayta o'rganishga majbur bo'ldi. Yoqilg'i tuzatishlardan tortib bosh ish tezligigacha. Ehtimol, siz radiostansiyalaringiz yoki soatni yo'qotishingiz mumkin, lekin buning evaziga silliqroq bosh ish tezligi, tezroq ishga tushirish va ko'pincha ogohlantiruvchi chiroqlarning yo'qolishiga erishasiz. Professional maslahati, bu mexaniklar o'zaro to'liq qayta ishga tushirish deb ataydigan usul. Lekin keyingi texnikani ko'rishni kuting. Bu usulda hattoki hech qanday asbob ham kerak emas. Eskiroq avtomobillar uchun kalit yordamida bajariladigan usul. Diagnostika asboblari keng tarqalishidan oldin mashinalarning o'ziga xos yashirin tili bo'lardi va sizning kalitingiz esa uning tarjimoni edi. Mana bu qanday ishlashini ko'rsataman. Kalitni joyiga soling va kontakt holatiga burang, lekin dvigatelni ishga tushirmang. Ushbu kontakt o'chirish siklini avtomobilingizga qarab 3-5 marta takrorlang. Dvigatel ogohlantiruvchi chirog'iga diqqat bilan qarang. U ma'lum bir tartibda miltillay boshlaydi, xuddi mashinangiz uchun Morse kodi kabi. 3 marta miltillaydi, pauza, 2 marta miltillaydi. Bu 32 kodi tizimingiz yashirgan narsaga ishora. Bu usul Chrysler, Dodge, Jeep va Ford kabi ko'plab eski modellarda ishlaydi. Bu oddiy, bepul va hayratlanarli darajada samarali. Hech qanday skaner, hech qanday xarajat yo'q. Va keyingi qayta sozlash to'g'ridan-to'g'ri mashinangizning boshqaruv tizimiga qaratilgan. Sug'urta o'chirish orqali qayta sozlash. Mashinangizning boshqaruv tizimini akkumulyatorga tegmasdan qayta sozlamoqchimisiz? Unda bu usul aynan siz uchun. Sug'urtalar qutisini oching. Odatda u kapot ostida yoki panel ostida joylashgan bo'ladi. Prim yoki TU deb belgilangan sug'urtalarni toping.
Ular sizning avtomobilingizning dvigatel, uzatmalar qutisi va transmissiya modullarini boshqaradi. Bu sug'urtalarni ehtiyotkorlik bilan onoyin 5 daqiqa davomida olib turing, so'ngra yana joyiga qo'ying. Siz aniq bir tizimni qayta sozladingiz, lekin radio stansiyalaringiz, o'rindiq xotirasi yoki soat ochmaydi. Bu to'liq qayta ochirish emas, balki aniq va ehtiyotkorlik bilan qayta ishga tushirishdir. Diqqat, sug'urtalarni olib tashlashdan oldin ularning joylashuvini doimo suratga oling yoki yozib oling. Noto'g'ri sug'urtani olib tashlash boshqa tizimlarni o'chirib qo'yishi mumkin. Avtomobilni xavfsiz tarzda avariya rejimidan chiqarish. Agar mashinangiz to'satdan quvvatini yo'qotsa va 3000 aylanishdan oshmasa, siz avariya rejimidasiz. Dvigatelning favqulodda himoya rejimi. U agar biror datchik ishdan chiqsa, uzatmalar qutisi yoki dvigatelingizni himoya qilish uchun mo'ljallangan. Lekin ba'zan muammo hal qilingandan keyin ham mashina avariya rejimida qoladi va normal holatga qaytishni rad etadi. Mana shunday paytda qayta sozlash sizni bu holatdan chiqarishi mumkin. Akkumulyatorni uzib qo'yish yoki sug'urtani olib tashlash ko'pincha avariya holatini yo'qotadi, ayniqsa Nissan, Volkswagen va BMW mashinalarida. Lekin hech qachon unutmang, jiddiy muammoni yashirish uchun hech qachon qayta sozlashni amalga oshirmang. Buni faqat nosozlik haqiqatan ham tuzatilgandan keyin bajaring, chunki qayta sozlash yechim bo'lishi kerak, muammoni yashirish emas. Quvvat tiklangandan so'ng, keyingi bosqich mashinangizga uzatmalarni zavoddan chiqqandek almashtirishni o'rgatish. Uzatmalar almashish nuqtalarini qayta sozlash. Uzatmalar qutingiz faqat tezlikni almashtiribgina qolmaydi, balki o'rganadi ham. Vaqt o'tishi bilan transmissiya boshqaruv moduli sizning haydash uslubingizga moslashadi. Tez-tezlanish, shaharda yumshoq haydash. U har bir odatingizni eslab qoladi. Lekin ba'zan bu xotira uzatmalar almashishini sust yoki kutilmagan qiladi. Mana uni qanday qayta sozlash mumkin? Kalitni kontakt holatiga burang, lekin dvigatelni yoqmang. Gaz pedalini oxirigacha bosib, 10 soniya davomida ushlab turing. Pedalni bosib turgan holda kontaktni o'chiring. Pedalni qo'yib yuboring va 2 daqiqa kuting. Siz hozir uzatmani hamma narsani unutishga majbur qildingiz. Uni mashina yetkazib berilgan kundagidek qayta o'rganishga majbur qildingiz. Natija, uzatmalar aniqroq va silliqroq almashadi, ayniqsa Nissan, Mercedes va GM guruhiga kiruvchi avtomobillarda. Gaz pedali pozitsiyasi datchigini qayta sozlash. Agar mashinangizda gaz pedaliga bosganingizda titrashlar yoki tezlashishda ikkilanmalar bo'lsa, bunga sabab gaz pedali pozitsiyasi datchigi, ya'ni pis bo'lishi mumkin. U mashinangizga pedalni qanchalik bosganingizni bildiradi. Lekin vaqt o'tishi bilan bu o'lchovlar o'zgarib ketadi. Mana uni qo'lda qanday qilib qayta sozlash mumkin? Kalitni kontaktga burang, lekin motorni ishga tushirmang. 2 soniya kuting. Gaz pedalini oxirigacha bosib, 5 marta bosib qo'ying va qo'yib yuboring. 10 soniya kuting, so'ngra motorni ishga tushiring. Bu usul ko'plab Toyota, Honda va Nissan modellari uchun ishlaydi. Tezlashuvga javob va dvigatelning barqaror ishlashida darhol yaxshilanishni sezishingiz mumkin. Pro maslahati, to'g'ri qayta sozlash, yumshoqroq ishlaydigan motor degani. Lekin mashinaning xotirasini o'chirganingizda, uning odatlarini ham o'chirasiz va unga yana qanday nafas olishni o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Qayta sozlashdan so'ng siz dvigatelning notekis ishlashini sezishingiz mumkin. Mashina titraydi, aylanishlar notekis bo'ladi yoki motor ochib qoladi. Xavotir olmang, sizning etu shunchaki o'zining bosh ishlash sozlamalarini unutdi. Mana unga bu sozlamalarni qanday qayta o'rgatish mumkin? Mashinani konditsioner va boshqa hech qanday qurilmasiz ishga tushiring. Uni 5-10 daqiqa davomida bosh holatda ishlatib turing. Keyin konditsionerni yoqing va yana 5 daqiqa ishlatib turing. Oxirida etuga havo oqimi, yoqilg'i tuzatishlari va yonish vaqtini qayta o'rganish uchun 10 daqiqa davomida yumshoq haydang. Bu sokin jarayon dvigatelingizning tabiiy ritmini tiklaydi. Chunki qayta sozlashda sabr-toqat aniqlikni yaratadi. Bosh holat barqarorlashgach, endi asabingizga tegadigan eng bezovta chiroqni o'chirish vaqti keldi. Hatto shinalaringiz mukammal shishirilgan bo'lsa ham, u hali ham mitillaydi. Bu kichik bosim chirog'i panelingizdagi eng qaysar ogohlantirishlardan biri bo'lishi mumkin. Ba'zan barcha shinalaringizni shishirgandan keyin ham u ochmaydi. Va bu har doim ham sizning aybingiz emas.
Zamonaviy bosim datchiklari bosimni noto'g'ri oqishi yoki harorat o'zgarishiga kechikib javob berishi mumkin. Natijada oz-ozdan yo'qolmaydigan yolg'on ogohlantirishlar yuboradi. Uni qanday qilib qayta sozlash mumkinligi mana bunday. Barcha shinalarni to'g'ri bosimga tushiring. Dvigatelni ishga tushirmasdan kontaktni yoqing. Shinalar bosimi tizimini qayta sozlash tugmasini panel ostida bosing va chiroq 3 marta miltillaguncha ushlab turing. Tugmani qo'yib yuboring, so'ngra 10 daqiqa davomida soatiga 50 kilometrdan tezroq harakatlaning. Agar chiroq hali ham ochmasa, ehtimol sizda nosoz datchik bor. Bu esa yillar davomida ishlatilganda tez-tez uchraydi. Mana ko'plab haydovchilar qiladigan bir xato. Ular texnik xizmat ko'rsatish chirogini dvigatel chirog'i bilan adashtirishadi. Texnik xizmat ko'rsatish chirog'i nosozlikni bildirmaydi. Bu shunchaki moy almashtirish yoki filtrlarni o'zgartirish kabi oddiy texnik xizmatlarni eslatib turuvchi signal. Siz uni hech qanday asbobsiz o'zingiz ham qayta sozlashingiz mumkin. Toyotaning aksariyat modellari uchun buni quyidagicha qilasiz. Mashina dvigatelini ishga tushirmasdan kontaktni yoqing. Safar odometrini qayta o'rnatish tugmasini bosing va ushlab turing. Tugmani bosib ushlab turishda kontaktni o'chiring. Keyin ekranni kuzatib turgan holda kontaktni qayta yoqing. Tiri chiziflari yo'qolganda yoki 00 ko'rsatilganda qayta o'rnatish tugallangan hisoblanadi. Oddiy, tezkor, o'zingiz bajaring, mexaniksiz, xarajatsiz, shunchaki o'ziga ishonch. Va keyingi qayta sozlash simlarga aloqador emas. Bu sizning ruhiy holatingizga, nazoratni psixologik qayta sozlashga taalluqli. Har bir haydovchi bu noqulaylik hissasini biladi. Biror indikator yonadi va birdan o'zingizni ojiz his qilasiz. Ko'zingiz oldiga ta'mirlash uchun hisob-kitoblar, servisning murakkab sozlari va tugamaydigan navbat keladi. Lekin siz to'g'ri va xavfsiz tarzda qayta sozlashni o'rganganingiz zahoti hammasi o'zgaradi. Endi siz ularning ixtiyorida emassiz, boshqaruv o'zingizda. Siz pul tejaysiz, stressni kamaytirasiz va o'zingizga ishonchingiz qaytadi. Chunki endi kapot ostida nima bo'layotganini tushunasiz. Har bir qayta sozlash oddiygina tuzatish emas. Bu siz endi korkorona harakat qilmayotganingizni, balki ongli ravishda ish tutayotganingizni eslatadi. Va bu ruhiy holatning o'zi bebaho. Zamonaviy qayta sozlash asbobi bu Opt2 skaner. 20 yevrodan kamiga oddiy model ham kodlarni ustaxonadagi kabi o'qiydi va ochiradi. Lekin haqiqiy mo'jiza bu Opt-Bluetooth ilovalari, ular smartfoningiz bilan sinxronlashadi. Ular sensor ma'lumotlarni real vaqtda ko'rsatadi, muzlatilgan tasvirlar hisobotlarni beradi va hatto texnik xizmat tarixini kuzatishga imkon beradi. Siz Pinol 455 yonilgi qopqo'ga to'g'ri yopilmagan, Pinol 300 noto'g'ri ishlash yoki Pinol 131 lamba sensori kabi kodni ko'rasiz. Siz uni qidirishingiz, sababini tuzatishingiz va darhol o'chirib tashlashingiz mumkin. Endi uchrashuvlar yo'q, kutish xonalari yo'q, shunchaki natijalar. Chunki bu belgining nimani anglatishini bilganingizdan so'ng ta'mirlashni siz boshqarasiz, mexanik emas. Hamma muammolar ham qayta o'rnatishga arzimaydi. Ba'zi belgilar to'xtashni anglatadi, qayta ishga tushirishni emas. Agar mashinangiz qizib ketsa, suyuqlik sizib chiqsa, tutun yoki kuygan hid sezsangiz, qayta o'rnatmang. Agar uzatmalar qutisi sirganib ketsa yoki dvigatelda nosozliklar bo'lsa, belgini o'chirib tashlashga urinmang. Avval sababini tuzating, chunki qayta o'rnatish hech narsani tuzatmaydi. Bu faqat dalillarni yashiradi. Mexaniklar har doim kimdir haqiqiy nosozlikni o'chirib tashlashga uringanini ko'radi va bu zararlarni yanada kuchaytiradi. Qayta o'rnatishni kichik xatoliklar uchun ishlating, katta nosozliklar uchun emas. To'g'ri qayta o'rnatish sizni qutqarishi mumkin. Noto'g'ri qayta o'rnatish esa sizga qimmatga tushadi. Har safar siz havo massasi o'lchagichi, lamda zonda yoki gaz klapanning holati datchigini almashtirganingizda, bort kompyuteri hali ham eski ma'lumotlarni xotirada saqlab turadi. Bu eskirgan ma'lumotlar tizimni chalgitib, beqaror ishlash, noto'g'ri oqishlar yoki ortiqcha yoqilg'i sarfiga olib kelishi mumkin. Har qanday datchikni almashtirgandan so'ng, har doim akkumulyatorni uzib qo'ying yoki sugurta o'chiring, shunda xotira tozalanadi. Keyin esa yangi va aniq signallarga moslashishi uchun dvigatelning bosh ishlashini qayta o'rgatishni bajaring. Bu xuddi mashinangizga haqiqatni yana boshidan o'qishni o'rgatgandek bo'ladi. Har bir professional mexanik qayta yuritadi va siz ham shunday qilishingiz kerak. Har bir qilgan qayta o'rnatishingizni yozib borishni boshlang. Sana sabab va keyin nima o'zgargani.
Vaqt o'tishi bilan bu sizning shaxsiy diagnostika xaritangizga aylanadi. Nusxalar paydo bo'la boshlaydi. Balki doim qaytib keladigan biror chiroq yoki har doim bir xil kodga mos keladigan shovqin bo'lishi mumkin. Mana shunday qilib, professionallar tasodifni sababdan ajratib olishadi. Chunki mana haqiqat, agar muammo qayta o'rnatishdan keyin yana paydo bo'lsa, bu endi xato emas, bu haqiqat. Sizning yozuvingiz mashinangiz sizga aytmoqchi bo'lgan hikoyani ochib beradi. U go'yoki tasodifiy ko'ringan chiroqlarni aniq ishoralar iziga aylantiradi. Unga ergashing, undan o'rganing va siz mexanik kabi o'ylay boshlaysiz, xotirjam, xabardor va har doim bir qadam oldinda. Endi siz oddiy yo'lovchi emassiz, boshqaruv sizda. Qayta o'rnating, qayta o'rganing va ustunlikni qo'lga oling. Endi siz hatto ko'pchilik avtoservislar ham hech qachon oshkor qilmaydigan sirlarni bilasiz. Bular oddiy avtomobil hiylalari emas, balki mustaqillik saboqlari. Chunki har safar qayta o'rnatganingizda siz aksariyat haydovchilarni vahimaga soladigan narsani boshqara olishingizni isbotlaysiz.